Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar, umr karvon to'xtamaydi mangu ketar. Bolalikning ko'chalari ko'zdan o'tar, maysaginam yalang oyoq chopar edim, ko'k dalada ko'kka qarab yotar edim, yalpizlarning bo'ylaridan quchar edim. Yalpizginam sen ham meni sog'indingmi? Sog'indingmi? Maysaginam yalang oyoq chopar. Gapring. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana ko'rganlaringdek ko'chma hammom yasash jarayonlari ketyapti. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, uni razmeri 3 ga 2 bo'ladi. Hojatxonasi, razvolkasi, yumushxonasi отдельно bo'ladi. Bunisi 2 ga 1.5 bo'ladi. Bu faqat yumushxonasining o'zi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 13 million so'm. Ko'rishlaringiz mumkin. Hamma yo'q joy-joyida. Bunisi esa 3 ga 1.70 lik bo'ladi. 2 xonali bo'ladi. Razvolkasi, yumushxonasi kengini bemalol foydalanuvchilaring bo'ladi akalar. Yo'qsa laykni bosib qo'yasizlar. Kimga mana shunday hammomlar kerak bo'lsa, mana bu o'rinda qo'yaverasiz. Shaq-shaq o'zimizda bo'ladi. Bo'ladi. Badan. Akalar, mana ko'rganlaringiz ko'chma hammomimiz tayyor bo'ldi. Bunisi 3 ga 2 lik bo'ladi. Aristo 80 talik, vitir konditsionerlari va ikkinchi xonasi bo'ladi. Tumankalarimiz bor. Ko'rishlaringiz ideal sifrovoy bo'ladi. Avtomat kulchatirlarimiz joy-joyida. Buni narxi 17 million so'm bo'lyapti akalar. Yoqqancha laykni bosib qo'yamiz. Mana bunisi esa 3 ga 220 lik bo'ladi. Bu anjonga bo'lyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi mana 80 talik Aristo o'ynalarimiz, light bosamiz, ko'chma hammom zakatga solaylik, esa mazlanga kirgizamiz. Bunisi mana dushovoyi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu razvolkasi, kirmoshda bemalol mana shu yerga tushadi. Bu hojatxonasini ko'rsatib o'tamiz mana. Bunisiga razvolkaga hammomga kiriladi. Mana bunisi esa hojatxonasi. Agar yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Badan.